Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Qarolbozor tuman elektr ta'minoti korxonasi 702 ta yuridik, 5560 ta aholi iste'molchilar xonadonlariga shartnoma asosida uzluksiz sifatli elektr energiyasini yetkazib beradi. Bu borada 2025-26 yillar kuz-qish mavsumida olib borilgan ishlar to'g'risida hisobot beradigan bo'lsak, xodimlarimiz bilan birgalikda 20 ta transformator punktini 59,4 kilometr 10.4 kilovatli havo tarmoqlarini mukammal ta'mirladik. Bundan tashqari 128 kilometr 6.10 kilovatli hamda 114 ta transformatorni joriy ta'mirlab, kuz-qish mavsumiga shay holga keltirib qo'ydik. Iste'molchilar tomonidan yil davomida 261 marta elektr ta'minoti korxonasini bilan birgalikda ishlash maqsadida murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bu borada olib borilgan ishlarimiz 231 million so'mlik ish bajarib, to'liq iste'molchilarni qoniqtiradigan darajada ishlarni tashkil qildik. Quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha belgilangan rejamiz 1.6 megawatt edi va buni ham 2.2 megawattga oshig'i bilan bajarishga erishildi. Kuz-qish mavsumini talofasiz o'tkazish maqsadida 1 tonna moy zaxirasi jamg'arildi. 3 ta transformator punkti shay holga keltirib zaxira qilib qo'yildi. Bundan tashqari elektr qurilmalari ham, jihozlarimiz ham shay holga keltirilgan. Navbatchilik kun-tun tashkil qilingan. Navbatchilikka qo'shimcha ravishda yana brigadalar tashkil qildik. Ularni ehtiyot qismlari, himoya vositalari bilan to'liq ta'minladik. Texnikalari shay holga keltirilgan, issiqxona va issiq ovqatlar tashkil qilingan. Favqulodda holatlarda yotib qolishlari uchun barcha sharoitlar shay holga keltirilgan. Tabiiyki, qish mavsumiga havo harorati pasayishini hisobga oladigan bo'lsak, elektr energiyasi va issiqlikka bo'lgan